Türkiye'nin ataqlıq yazgıcısı Reşat Nuri Guntekin'nin Şinjan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Çalı Quşu namlıq romani. Bu roman Belqut şirketida avazga elinib, Belqut to'rida anlatıldı. 23 aprel, yani 2 saatdan keyin. Gulbashikarning nimaligini bildim. Munisa tanliqda uchrashgan bir necha muallimga mening og'rib qolganligimni aytibdi. Ular ansirishib, qaytishda eshik oldidan o'tkicha hol so'rab o'tmoqchi bo'ldi. Az vaqtga bo'lsa-mu uyga kiringlar deb turib oldim. Ularning birisiga chaqchaq bo'lsin deb, Gulbashikarni topa oldinglarmi? Ko'chadan o'tgan ofitserlar topolmaganliklaridan shikoyat qilishyapti, dedim. Kasbdeshim kulib turib javob berdi. Yaxshi bilasizki, bizmi uningdan mahrum qoldik. Nemishqa? Chunki siz bormadingiz. O'diqib yuziga qaradim. Kulimsirashga harakat qilib, "Bu qanday gap?" deb so'radim. Muallimlar tangli kulishib ketdi. Kasbdeshim gumonliq bir qarash bilan, "Rostini bilmamsan?" dedi. "Xudo haqqi." Bechora Faridam, "Sen nima degan soddasan? Gulbashikar chi erkaklarning bu chiroyli qo'yisning uchun sana qo'ygan laqimi." Men uduqqinimdan duduqlab, Bu qandaqsiga, menma? Demak, Gulbashikar degini ko'cha yigitlarining nonlariga surib yemoqchi bo'lgan narsasi. Voy xudoyim. Zat atqinimdan qo'lim bilan yuzimni etib oldim. Demak, men shuncha cho'ng bir shaharning og'ziga chiqib qoptiman. Nima degan satchilik? Belqut xazinasi. Kasbdeshim zo'rlab yuzimni ochdi. Chaqchaq aralash jiddiy holda. Buningdan norozi bo'ldigan nimasi bor? Bir shaharning erkaklarini maftun qilyapsiz. Bu baxit qaysi xotinga nasib bo'lgan? dedi. Bu erkaklar haqiqatan da yomon maxluqlar. Mana bu yerdimi orom bermayotdi. Voy xudo, endi odamlarning orasiga qanday chiqaman? Qo'shnilarimning yuziga qanday qarayman? 1 may. Xeylidan beri yuqorida o'quvchilarimning topshiriqini tekshiryotdim. Eshik taqildi. Munisa pastdan, "Ada, mehmon keldi", deb vaqirdi. O'yinda qora paranjilik bir xonim u yoqdan bu yoqqa ming'atdi. Yuzi yipiqliq bo'lg'achqa taniyolmadim. Ishkilanib turib, "Kim bo'lasiz kin, xonim?" deb so'radim. Birdilla qaqaqlagan kulki ko'tarildi. Mehmon mushukka o'xshash bo'ynimga esildi. Halbuki bu Munisa edi. Shayton qiz belimdan tutib olib, o'ynada aylantirishga boshladi. Yuzimga, bo'ynimga so'yishga boshladi. Paranji uni bo'yiga yetib qolgan qizlarda qilib qo'ygan edi. Munisa bu 2 yil ichida xiyla cho'ngib, menga tanglashib qolgan. Zola bo'yi kundan kunga gullak ejilayotgan go'zalligi bilan nozliq, yiqimliq bir kichik xonim bo'lib qolgan edi. Nemishqa odam doim ko'z oldida turgan narsalardagi o'zgarishlarni bayqayolmaydi-ki? Uni bu holda ko'rib, xushal bo'lishim kerak edi. Aksicha, g'amga cho'mdim. Buni Munisa bayqab qoldi. "Ada, nima bo'ldi? Chaqchaq qildim. Seni xafa qilib qo'ydim-ku deyman." Bechora bola yomon bir ish qilib qo'ygandek xafa bo'lgan holda uning yuziga qaradim. "Munisa, seni bir umr yonimda qoldirishim mumkin emas. Chunki turolmaydiganligingni ko'rib turibdiman. Hozirdan boshlab to'ylarda kelinlarning boshlariga ortildigan to'rlarni beshimga ortib olganligingni ko'rganimda ichimga titrak o'lishidi. Tushunaman qizim. Yenimda baribir qololmaysan. Cho'qim kelin bo'lishni xohlaysan. Meni yolg'iz tashlab ketsan", dedi. Yolg'izlikning alami hozirda yuragimga changal solgandek, ko'zlarimga yosh keldi. Munisaning bir so'z bilan menga tasalli berishini tilab,
ko'zimning mungluq tikilishi bilan yelindim. Lekin yomon qiz legini purib, qanday qilamiz hada? Odat shundaqkan, dedi. Demak, boshqalarning bo'lish uchun meni tashlab ketadi ekansan-da. Munisa javob bermadi. Faqatli kulimsirab qo'ydi. Qanday kulish deymansiz? Rahimsiz qiz. Hozirda uni mendan ortiqroq yaxshi ko'radi ekan. Bu qitim men sal avvalgi so'zlarimning aksini so'zlashga boshladim. Kelin bo'lsam-mu har holda 20 yoshga chiqayli vaqt bor. 20 yosh pek cho'ng emasmi hada? Undaq bo'lsa 19, mayli 18. Javob bermaysan, ammo kulasan. O'zim bilaman demoqchi bo'lgandek, muhandiraning kulasan. Xudo haqqi 18 ga kirmagicha bo'lmaydi. Shayton qiz yanada kuladi. Mening bu yosh to'g'risida so'zlashishimni masxara qiladi. Zot atmasam, yo'ngrab yig'ilgan bo'lardim. Seriq odamlarning hammasi vafosiz keladi. Har biri insonni har xil azobga soladi. 10-may. O'quvchilarim orasida 12-13 yoshlarda bir boy pashaning qizi bor edi. U yigilab qolgandek vijik, tishlari buzilgan, dihmaq, hakavr bir qiz edi. Nadira xonim apandi uni zangli qilib atay shundoq deydi. Maktabdagilarni uni shundoq deb chaqiradigan bo'ldi. Kesalla to'pilikining eng chiroyli binolarining birida o'tirdi. Har kuni uni pasha dadasining paytunida shapburutliq konvoyi akilib akitatdi. Bu kichikkina xonim qiz maktabga narsa o'rganishdan ko'ra o'zini kambag'al saboqdoshlariga va hatto muallimlarga ko'z-ko'z qilish uchun keladi deb o'ylayman. U saboqdoshlariga xuddi malaylarga muomala qilgandek muomala qiladi. Muallimlar uning ming turlik ochiqig'a va qo'yinishlariga chidashni bir majburiyat deb tushunadi. Gahida bu qizning opasi qizning muallimlarini mehmonga chaqirib ziyofat beramish. Bechora kasbdoshlarim u yerda ko'rganlarini, hashamat va saltanatlarni, yegan tomoqlarini, xonim apandilarning kiyinishlarini so'zlab tugatanmaydi. Kasbdoshlarimning bu xil ahvoli meni ham kuldiratdi, ham yergandiratdi. Bu Abdurahim Pasha oilasidagilarning qanday kishilar ekanligini tushundim. Bular hashamati, saltanati bilan arzimas, ma'nisiz odamlarning ko'zini qamashtirishdan lazzat oladigan, o'zini dunyoda bir deb chaqlaydigan mamada talvalar edi. Kasbdoshlarim bir qancha qitim menimi billa ilib bormoqchi bo'lganlar buni haqorat deb bilib xafa bo'lgan va mansitmay lo'rlarimni qisib qo'ygan edim. O'quvchilarimning batinkalarining yipini bog'lab qo'yish, laylarni surtib tozalashdan tortinmasammi, bu mamadoni kichik xonim apandiga chiroyimni ochqim kelmaydi. Hatto dars vaqtida silkibni qo'yatdim. Buningga qaramasdan u menga boshqa muallimlarga qaraganda ko'proq yaqinchilik qiladi. Mening kaynimdan agishib yuradi. Bugun tushga yaqin ishigim oldiga bir harbi kelib to'xtagan edi. Qarasam, bu Abdurahim Pashaning paytoni ekan. Shapburutliq konvoyning ishigini ochqinini o'quvchim Nadira xonimning yigirishib kelgan mahalla bolalari orasida xuddi maliklardek takabburlik bilan uyimga qarab manganini ko'rdim. Butun mahalladagilarning og'zi ichilib qoldi. Udildagi uylarning derazlarida xotinlarning boshlari ko'rindi. Nadira xonim cho'ng hadisining taklifnomasini epkapti. Maqsadini darhol tushundim. O'zlaricha boyliqlari, hashamatlar bilan boshqa muallimlardek mening ko'zlarimni qamashtirmoqchi bo'ldi. Dastlab bir ishga ig'iz sovuq tashakkur etib, kichik xonim apandini
kanviyi bilan paydonini qaytarib o'tmoqchi bo'ldim. Lekin birdilla ko'nglimda o'zini dunyoda bir chaqlaydigan talvalarga yaxshilab bir saboq berib qo'yish shadisi uyg'ondi. İstanbulda bulardan yuqoriroq pashalarni ko'rganman. Undaqlarning xili adabini berganman. Yuzlardan yolg'onchilik niqobini yechib tashlab, hashamatli qiyofatlari ostiga yushirilgan pastkashliklari, chakinliklarini pash qilish chaliqushining eng yaxshi tamoshasi edi. Qanday qilay? Shunday tug'ilibdiman. Men unchalik yomon qiz emasman. Kichiklarni, oddiy kishilarni bakma yaxshi ko'raman. Lekin boyliklari, sun'iy takabbürliklari bilan maqtindiganlarga qarashi doim zolimman. 2 yil xinimlardek o'ltirgandan keyin bugun bir oz echilishga haqqim bor. Qasdan oddiy bo'lsa-mu, kelishtirib kiyindim. Xudoga shukr, tag'in Parijdan avatgan bir qora ko'k kiyimim bor edi. Nadira xonimni tövandagi uyda xiyilini saqlatib qo'yishdan tatinmadim. Perik chig'imda Yevropa jurnalidan yaxshi ko'rgan chash modasini kesib olgan edim. Hozir uni aynak rabiga qistirib qo'yib, butun mahoratimni ishlatib, chashlarimni shuningga o'xshatib yasadim. Bu moda odatdan tashqari ajoyib bo'lsa-mu, vaqti o'tgan. Buning nima keragi? Men bugun bir artistdek bu takabbur sahra dilbarlarni qoldiradigan ta'sirimni o'ylashim kerak. Tövandagi uyda kichik xonimni faqat o'zimning yasnishi uchun saqlatmadim. Balki bu namrat qorong'u uyning aynigida kulimsirab turgan yosh qizni tomosha qilish uchun saqlatdim. Go'yo yot birsini tomosha qilayotgandek o'yilib qaraydim. Daftarimni mendan boshqa hech kim o'qiyamaydi. Undaqda men uchun haqiqatni e'tirof qilmoqliq. Aynakli qiz bakmo go'zal. Diqqat qilib qaragan sari tishini maftun qilgudek go'zal edi. Bu ko'zlar İstanbuldagi qayg'usiz shod chali qushining sap yo'riqlik ichida titrab turgan yulduzlardek chaqnagan shahlo ko'zlari emas edi. Bu ko'zlarda qorong'ulikqa tikilib o'tkazgan kechalarning yolg'izlik qora alimi, g'arg'illik husnlari, uyquga va osoyishga qanmagan achchiq hijroni bor edi. Bu ko'zlar kulmasa, jonliq bir iztirobdek cho'ng va cho'nqur ko'rinadi. Kulishga boshlasalar, hamma narsa o'zgaradi. U chaqda kichiklashib, yo'riqlik sig'may ketadi. Bu ushqunlar yuzining har bir to'qilmalaridan etilib chiqishga boshlaydi. Bu yuzda naqadar go'zal va inchik siziqlar bor. Bu odamni yig'latadigan go'zallik. Kamchiliklarimdan bir xil yiqimliq narsani ko'ratdim. Taqir-tag'dagi anishtam Farida, qoshlaringmi so'zlaringga o'xshaydi. Inchga, chiroyli boshlanib, oxiri yo'lni yo'qtidi deydi. Uning deganidek, chiroyli inchga boshlanib, keyin yo'lidan adashgan bu qoshlarning chek tarafga qarab, shunday bir tarilishi borki, lavla o'ymoq bo'lganligi uchun doim kulib va ustidagi tishlarimni bir oz ko'rsatib turadigan lavlarim, bu lavla beriki muallim apandining deganidek meni qabriga kulki bilan elib boradi. Kichik xonimning tuvanda qasdan putini yerga qattiq urganligi anglanib turardi. Men nemishqidir aynakki bu kichik xonimdan zotila ayrilmaydim. Menga Bida ipak qurdi, Chida Gulbashikar deb ismlar qo'yilganda, men shunchalik xafa bo'lib azoblangan edim. Endi aynakda ko'rayotgan bu yosh qizga tang yo'riqliqidek tiniq, shabnam qo'ngan aprel gullaridek chiroyli maxluqqa men bu ismlarni qo'ygan bo'lardim. Birisi qarab turam deganda xuduksinib atrofimga qaradim. Keyin o'zimni, ko'zlarimni, mangizlarimni, aynaklarimni so'yish uchun aynakka so'zildim. Yuragim qushdek tipirlaydi.
Lavlarim nem bir lazzat bilan titraydi. Afsuski, aynakmu er kishilarning ijodi edi. Odam qanday qilmasin, chashlarini, ko'zlarini so'yolmaydi. Qancha tirishib tirmashmasin, o'zini faqat yolg'iz lavlaridan, og'zidan nimalarni davatdiman? So'r alkisihada. Pop kiyimi odamning ruhini pop qilib o'tadi, deydi. Moda bilan taralgan chashmu kishini modaga aylantirib qo'yamdi nima? Bu bir maktab muallimasi uchun nima degan ma'nisiz bo'lmag'ir gaplar. Anglayotganinglar Belqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Xonimlarni zalning ichida artistlikni qamlashtirolmayotgan g'alati bir ko'rinishni ko'rib, ichimda kuldim. Tix ko'rasizlar, sal ta'xir qilinglar. Belqut xazinasi. Yil yurganimdan keyin bugun sho'xlik qilishga haqliq edim. Ular uy og'ittisini, kichik ayim qizlarni boshqalardek etaklardan so'ymaganimni, bekmi oddiy va erkin salom berganimni ko'rib, hayron qolishdi, bir-biriga qarashdi. Oila muallimasi bo'lsa kerak deb taxmin qilingan bey o'g'lidan kelgan oddiy xristian ayol oltin ko'zoynigini tutib, menga boshdan oyoq safsilib chiqdi. Qiliqlarimda, harakatlarimda shunchalik bir tabiiylik, so'zlarimda nuqsonsiz bir ishonch bor ediki, zalning ichi to'satdan bo'ronga yo'liqqandek astin-ustin bo'lib ketdi. Bu zal xo'jayinlarning takabburligi va havaslarini namoyon qilishdan ko'ra, pulining ko'pligidan, qimmatbaho mollar bilan to'shqizib etilgan gaz mal do'koniga o'xshaydi. Ayim qizlar jonsiz manik-mekinlardek bu zalda umrini o'tkazyotdi. Chediki bichora sadda xotinlarni hayron qoldirishdan zo'qlanadi. Erkin va tetik harakatlarim bilan asta-asta bu zalga o'zim xo'ja bo'lib, ularni dod, hech narsa qilolmaydigan bir mehmon holatiga tushirib qo'ydim. Bu qo'pol va kulkili komediyani o'ynayotganimda tabiiylikni yo'qotib qo'ymaslikka, o'yinimni chandurib qo'ymaslikka tirishdim. Ular nimani ko'rsatsa, nima to'g'riliq so'zlashsa, nimani qisqa yoqtirmaganligimni bildirib turardim. Ularning bechora ekanliklarini, hech bir hashamati yo'qligini cho'nqur alam bilan his qilishi uchun, masalan, Pashaning cho'ng qizi menga rasmlarni ko'rsatganida, men bularning oddiy narsalar ekanligini, sipoya va ta'ni so'zlar bilan deganimdan keyin bir bulungda eshiqib turgan kichik bir rasmni ko'rsatib, bu zalda birdan-bir san'at asari bo'lgan bu go'zal narsani nemishqa bu yerga qo'yganini so'radim. Qisqasi, hashamatlarning hech birisiga hayron qolmadim. Hamma narsani tanqid qildim. Bo'libmi, tamoq vaqtida ularga shunchalik dashnan berdimki, kim biladi? Bu to'liq, mo'l hazırlangan dasturxonda o'tirgan qanchalagan xotinlarning yegan tamoqi bo'g'izga tiqilib qolgandi. Kim biladi? Qanchalagan mehmon velik pichoqlarni etlab tutolmagani uchun qanchalik terladiki, qanchalagan bechoralar qandoq elishni, qandoq yeyishni bilmagan bir tamoqni yeyishdan voz kechgandi. Bugun men shularning hammasi uchun intiqom oldim. Men shunchalik chaqqan, raplik harakatlarni qildimki, xonimlar ko'zlarining qiri bilan hayron bo'lib, menga qarab qo'yatdi. Menmi ularga andi-sandi qarab qo'yatdim. Lekin mening qarashim ularning qo'lidagi vilkalarni titirtatdi. Hatto yegan tamoqi yeliga turib qilib, suv ichishga majbur qiladi. Ko'ram, nadan, o'zini odam deb hisoblaydigan xotinlarni, bo'libmi az to'la fransuzcha bilgani bilan maqtanadigan bey o'g'lilik xristian xotinni dunyoga to'ralganiga pushaymon qildirdi. U oila tarbiyachisi. Men muallima bo'lganim uchun o'zini men bilan teng o'ringa qo'yib,
yoshuruncha holda men bilan raqobatlashishni o'zining burchi deb qolgan edi. Lekin men uni shunchalik masxara qildimki, maqsadini turkcha tushuntirishga ojizlik qilib, turkchani yaxshi bilmayman deb qutulmoqchi bo'ldi. Men shu zamon fransuzcha so'zlashga boshladim. Endi men uning fransuzchasini mazoq qilatdim. Qisqasi, kichikkina bir arzimas boshlang'ich maktab muallimi g'oyib bo'lib, Dasun maktabining o'tkir, so'zman muallimlarini yig'latgan chaliqishi, barliq sho'xligi va shanxuvchiligi bilan yana qaytadan paydo bo'ldi. Yuqori tabiqining turmushiga oid masalalar to'g'risida talash-tartish bo'lganda so'z topolmay qoldi. Har holda men yuqori so'rinlarda bo'ldim. Ularni o'z ko'zim bilan ko'rganda meni matqinmoqchi bo'ldi. Shu chog'da men mag'rurona qiyofat bilan yuziga qaradim-da, kulimsirab turib. Shundoq, lekin undaq so'rinlarda bo'lishni kifoya qilmaydi. Odam shu sharoitda o'zining tabiiy hayoti bilan yashashi lozim, dedim. Uning ancha tarbiya ko'rmaganligini bildirgan hujum bechora xotinni oxir bekmi mushkul ahvolga tushirib qo'ydi. Kichik bayzorlardan biriga dars berish soati to'shqanligini bahona qilib, itti chiqib ketdi. Xonimlar qo'ydek yavaşlab qolgan edi. Ularning sun'iy yasalmaliklari, mag'rurlik niqoblari echib tashlangandan keyin ichki dunyosining asli qiyofati oshkora bo'ldi. Rostini aytganda, bular yomon odamlar emasdi. Shu an men asta-asta o'z ahvolini tushunadigan, oddiyligi bilan faxrlanadigan bechora yavash boshlang'ich maktab muallimasi mavqesiga o'tdim. Uy og'chisi va kichik xonimlar pat-pat kelib turishimni samimiyat bilan iltimos qildi. Andi-sandi kelib turaman. Lekin doimli kelaversam qandoq bo'la? Boshqalar nima deb qola? Doim kelib turdig'imni ko'rganlar, chuqum sizlardan bir nima tamoq qilib o'tibdi deb o'yla, dedim. Uy og'chisi mening kim ekanligimga bakmi qiziqatdi. Chuqum meni so'zlatishni xohlaydi. Yaxshi bir oilaning namratlashib qolgan bir qiziman, dedim. Xonim qizim, siz mushu go'zalligingiz va shu aloyliklaringiz bilan bek yaxshi bir yerga kelin bo'la olasiz. Balkim xonim, meni xohlaydigan va menga azor yetkazadigan biror odam chiqishi mumkin. Biroq men manlay tarim bilan hayot kechirishni afzal ko'rdim. Ishlash ayib emas, dedim. Sizni yaxshi bir oila o'zining yaxshi bir bolasiga munosib ko'rsa nima deysiz? Tabiiy, men bu sharaf uchun rahmat aytaman, lekin qabul qilmasman deb o'ylayman. Asli maqsadlarini bir ozdan keyin bildim. Bugun hashamatini, saltanatini ko'z-ko'z qilish, buning bilan ko'zlarimni qamashtirish uchun chaqirmoqda ekan. Pashaning cho'ng qizining menga bag'chisini ko'rsatgisi keldi. Bag'chilarmi xuddi zallarga o'xshaydi. Xilma-xil gullar, yaxshi ko'chatlar, har qadamda gul tashtaklari, qisqasi, ratlik, chiroyli bu bag'chini aylanib yurganda 4-5 yillik 7-8 tupakari qarg'aylar tikilgan sun'iy o'rmonga duch keldik. Bu yerda buni tushuntirish uchun 12 kun avval bo'lib o'tgan voqeani aytib o'tishga majburman. Maktabimizning dam elish bag'chisiga yondosh yo'g'on bir bog' bor edi. Balalar o'rtasidagi qashani buzayotgani uchun ishki bog'chi qo'shilib ketgan. Xilidan beri u bog'da 3-4 kambag'al ishchi boshlariga qizil qo'lyog'liqni chigib olib, yer chepiyotdi. Tanaffus vaqtlarida ularning qishig'i berib, bechoralarning tari to'kib ishlaganini tomosha qilardim. Ash kuni bularning orasida yosh bir ishchiga diqqat qildim. U boshqalarga o'xshashli kiyingan edi. Biroq chiroyida va holatida bir aloylik bor edi. Masalan, bug'doy o'nglik chiroydan nur yig'ib turardi. Ko'zlari boshqacha chaqnab turardi. Bo'libmi
qo'llari ayollarning qo'lidek nozik, kichik edi. Boshqa ishchilardek yeshi to'xtagan bo'lmag'achqa yeniga bormadim. Biroq u mening yonimga kelishga jur'at qildi. Issiqdan bekmi issig'ini uchun o'quvchilar orqali o'ziga suv akeldirib berishimni so'radi. Dunyoda xo'razmni qochadigan xotinlarni bekmi yomon ko'raman. Shunga tatinmadim. Bir maktab muallimasi ekanligimni o'ylab, "Bo'ladi, bir oz turib turing, ularga dedim. Men ichimda bu cho'qim keyingi chaqlarda namratlashib ketgan bir isilsadi bo'lsa kerak deb o'yladim. Bu ishchi ham tartinchoq, ham jur'atli edi. So'zlashayotganimizda so'zlarini unutib qolgandek hudiqatdi. Shuning bilan birga to'xtamasdan o'rinsiz savollarni so'raydi. Bu yerga yeng kelgan o'xshaydi. Bu yer arzonchilikmikan, qish qandaqkan, almi nashbitlari ko'pmikan degandek savollarni so'raydi. U suv ichayotganida men kulimsirab, bechoraning beshida dadi bor o'xshaydi deb o'yladim. Pashaning bag'chisidagi qarg'ayliqda ko'rgan narsamning meni qanchalik hayron qoldirganini izohlash uchun bu tafsilotlar yetarli. Shundoq bu daraxtlar orasida yana shu kambag'al ishga duch kelib qoldim. Lekin bu qitim u tamoman boshqacha bir qiyofatda edi. Siliq taralgan sochlaridan tortib, qilichi, tugmalari, pagollari, yaqisi, yuzi, tishlari, ishqilib hamma yeri paqirab turgan shtab kapitani edi. Xuddi rasmga tushayotgandek ikki qarg'ay orasida beshini egiz, gavdasini tik tutib, putlarini jutlab turardi. Inchki bo'riti ostidagi yerim ochiq lavlari ostida tishlari parildaydi. O'tkir ko'zlari chaqnaydi. Qisqasi, uning taqi turqi oq talaylari bilan qilichini sug'urib, diqqat buyruqini berdigandek edi. Lekin shu anda tushundimki, ofitserga diqqat buyruqini boshqa birisi beribdi. Narima xonim, ya'ni pashaning cho'ng qizi. "Voy Ehson, sen bu yerdamiding? Qayerdan kelib qolding?" deb ajablandi. Biroq bechora ayol o'z rolini qamlashtirolmadi. "Voy Ehson, qayerdan kelib qolding?" deb ajablanganida ovozidan "Voy, yolg'on gap qilganimiz shunchalik chelib qoldi" degandek bir ohang chiqardi. Shundoq bu kulkilik komediya sahnasida kulkilik komediya o'ynashimiz kerak edi. Nima uchun? Buni keyinroq tushuntiraman. Men hech qanday bir narsani sezdirmaslik uchun tamkin va dadil bo'lishim kerak. Her halda bu pashalar kishilarni hayron qoldirishni yaxshi ko'radigan odamlar. Bugun men bu hargiz bo'sh kelmayman. Nima qilsin, o'di qilib qolmayman. Ular mening xijil bo'lib ketishimni kutyapti kerak. Men chiroyimni turibmi qo'ymadim. Narina xonim shundoq dedi. "Farida xonim, sizmi bizga o'xshash Istanbulliksiz? Jiyanim va imildosh qarindishim Ehsonni sizga tanishtirsam, xafa bo'lmaysiz-ku deyman." "Men parvosizlar. Aksicha xonim, bekmi xursand bo'laman" dedim. Keyin uning so'z qilishiga fursat bermasdan o'zimni tanishtirdim. Farida Nizomettin, Ma'arif qo'shinining kichik ofitserlaridan biriman. Yosh ofitser jasur va jangovar holatini saqlab qololmadi. Uni ayblashga bo'lamdi. Addiy boshlang'ich maktabning kichik bir muallimi medikar qiyofatida ko'rgan bir shaxsni bugun quyoshdek parqirab, tarila cho'chaklaridagi shahzodalardek chiroyli va haybatli qiyofatda ko'rganida hayajondan hushini yo'qotmasa, bu aqlga sig'adigan ishmi? Shunda aksicha u huduqdi. Bizga maktabda muhim darslarning biri qilib,
yillarcha tirishib o'rgatgan salom murosimini u ancha yaxshi bilmaydi. Askarcha salom berish uchun ko'targan qo'lini tushiribdi. Andin qo'l ilishib ko'rishni loyiq ko'rdi. Lekin qo'lidagi taliga ko'zi tushib, birdanla o't tutishib ketgandek qo'lini itdek tortib oldi. 3-4 minut bemalol so'zlashdim. Ko'zlarimiz uchrashib qolganda bechora yigit madikari qiyofatida meningdan suv so'rig'ini aslasi kerak, xijil bo'lib ko'zlarini ip qachatdi. Men hech narsani bilmagandek, go'yo uni birinchi martam ko'rayotgandek so'zlashatdim. Bir ozdan keyin Narima xonim bilan uyga kirdik. Bu ayol ishkilanib turib, menga shundoq dedi. Farida xonim, Ihsonni albatta tunidingiz-ku deyman. Demak, maktabda bo'lgan voqeani o'lma biladi ekan. Shundoq deb oddiy javob berdim. Balkim ko'nglingizga bir narsa kelgandir. Sizga to'g'risini aytib beray, apandim. Ihson do'stlari bilan daslashib ekan. Yoshlikda bo'ladigan ishlar bu. Shundaqmi, apandim? Hayron bo'lib, lavlarimni pirishtirdim. Nemishqa, apandim? Narima xonim qizirib ketdi. Xijilliqini yushirish uchun kulatdi. Apandim, ofitserlardan ba'zilari maktabdan yong'iningizda sizni ko'rib ekan. Chiroyliqligingizni aytishibdi. Biz İstanbullikmiz. Bilqut xazinasi. Bu yerdagilarga o'xshash. Buni bir xil haqorat deb hisoblamaymiz. Shunaqa emasmi chiroyliqim? Ihson cho'qim bir iloj qilib bu muallima xonim bilan ko'rishiman deb baslashibdi. Shu kuni yirganmasdan ishchilardan birining kiyimini kiyib utyapti. Qiziqmikan? Men javob bermadim. Bechora Narima xonim so'zlarining menga bergan so'g'uq ta'sirini yaxshi tushungan edi. Bugungi ajoyib komediyaning oxirgi pardasini qaytadan ustingi zalda o'ynadik. Ihson Bey bilan ko'rishganligimning xavri bizdan avval bu yerga yetib ketdi. Atrofdagilarning qarishidan buni sezib oldim. Uy og'chisining yushirin chiqgan ishorati bilan zaldagilar chiqib ketdi. Faqat Narima xonim qoldi. Uy og'chisi bir oz ishkilanib turgandan keyin gap boshladi. Ihson qandaqroq xonim qizim? Mayda yaxshi yigit ko'rindi xonim apandim. U o'zini chiroyli ham bilimli. O'stirilib Beyrutga tayinlandi. Nima degan yaxshi, haqiqatanmi chiroyli, yiqimli yigitkan. Siz degandek ma'lumotli ekanligimi ko'rinib turadi. Ana bola bir-biriga qarashib oldi. Bu so'zlarimga ham hayron qoladi, ham mamnun bo'ladi. Uy og'chisi xir-xir kulib, Xudoyim sizdan rozi bo'lsin, qizim. Ishimizni osonlashtirdim. Men Ihsonni emitib o'z o'g'limdek cho'ng qilganman. Farida xonim. Yosh qizlar bilan ochiq-yo'riq so'zlashgili bo'lmaydi. Xudoga shukr, siz aqlli va muloyim qizsiz. Xudoning amri bilan sizni Ihsonga loyiq ko'rdi. U sizni bakmi yaxshi ko'radi. U sizga yoqqan bo'lsa, inshaalloh baxtli bo'lasizlar. Bir oylik ruxsat olamiz. To'yinglarni mo'shiyada o'tkazamiz. Bo'lamdi. Keyin billa Beyrutga ketsizlar. Ishning mo'shiyaga yetishini allaqachon sezgan edim. Rostdanmi kulkilik bir ish. Lekin nima uchun keyin bilmayman. Yat yurtlarda meni birlarga ep berish shu minutda menga ajoyib bir qayg'u bag'ishladi. Men xushalligimni bildirmagandek bu qayg'umni sezdirmadim. Xonim apandi, Peqir uchun bu bekmi cho'ng sharaf. Sizga, Ihson Beyga chin qalbimdan tashakkur bildiraman. Biroq bu mumkin emas, dedim. Uy og'chisi birdilla tamtirab qoldi. Nemishqa qizim? Hozirda uni yoqtirganingizni, chiroyli ishkanligini degan edingiz-ku. Kulib turib javob berdim. Xonim apandi, yana shuni takrorlaymanki, Ihson bek chiroyli va arzigudek yigitgan. Lekin aramizda nikoh ehtimoliy ahlimga yoki
ko'nglimga kechgan bo'lsa-da, uning fazilatlarini ochiqdan-ochiq aytalaytimmi? Bu yosh bir qiz uchun hadidan ortiq yeniklik bo'lmasmi edi? Ana bola yana bir-biriga qarashdi. Qisqa bir jimjitlikdan keyin Narima xonim qo'llarimni tutib, "Farida xonim, har holda bu qat'iy javobingiz bo'lib qolmasin. Chunki bu Ihsonga bekmi ig'ir keladi", dedi. Yana ta'kidlayman, Ihson bekmi chiroyli bir yigit. Kimni xolisa shuni olalaydi. O'g'o, shundoq. Lekin u sizni xohlaydi. Boyi sizga do'stlar bilan dastlashganligini so'zlashga to'g'ri keldi. Buni qilish osonmi chiroyliqim? Bechora bola 10 kundan beri o't kavob bo'lib, o'lishga rozimanki, undan voz kechmayman, cho'qim olaman deydi. Narima xonimning bu gapni yana so'zib, meni ma'qul keltirish uchun bir muncha so'zlarni deydiganligini sezib, buningga iloji yo'qligini yumshoq, lekin bekmi qat'iy so'zlar bilan tushuntirdim va ketishga ijozat so'radim. Narima xonim bekmi ma'yuslandi. G'arg'in bir qiyofatda apsiga: "Jinim opa, Ihsonga o'zing degin, mening tilim bo'lmaydi. Farida xonimning rad qilishini aqlimga keltirmagan edim. Endi bekmi alam qiladigan bo'ldi", dedi. Ah, bu erkaklar. Hammasida shu g'urur, shu shaxsiyatchilik. Bizning ko'nglimiz borlig'ini, bizning cho'qim xohlaydigan narsalarimiz borlig'ini asla xiyollarga keltirishni xohlamaydi. Anglayotganinglar Belqutordan angtilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Pashaning paytoni meni uyga akilib qo'ygan chaqda, Munisa qo'shnimizning uyida edi. Kiyimlarimni almashtirishdan burun yana bir qitim o'zimni aynakda ko'rmoqchi bo'ldim. Uy xiyli qorong'u edi. Tamg'i tushib turgan qira ay yo'riqiga o'xshash aynakda o'zimni aralla toniydim. Bilmayman, qanday sehrgarlik o'yini yuz berdi. Kalt ko'k ko'nglim oppoq ko'rinib ketdi. Etaklari uzrab qorong'ulikda g'oyib bo'lgan oq ipak. Birdan qo'llarim bilan yuzimni etib oldim. Shu minutda Munisa uyga kirdi. "Jon hada?" Uningdan pano tiligandek qo'llarimni uzatdim. "Munisa" demoqchi edim. Lekin og'zimdan ozg'ishib boshqa bir ism, nafratlangan cho'ng dushmanimning ismi chiqib ketdi. 6-may. Musha hafta menga omad keldi. Tunugunki vaqa texi unutilmayla, yana bugun bir komediyaning qahramoni bo'ldim. Lekin bu tunugunkidan ming hassa kulkilik, ming hassa isyon ko'targidek bir komediya edi. Vaqani shu peti yozaman. Sahna bizning tuvandagi mehmonxona. Hafiz Qurbon apandining xotini. Ustida to'ylarda kiydigan esil paranjisi. Bo'yniga necha tiziq o'nchi marjon osgan holda kirib keldi. Lekin turqida bir g'alatilik bor. Ko'zlari yosh yo'qi, so'zlashishga boshladi. "Men bir yerga mehmonga ketayotgan o'xshamamsiz xonim", dedim. U: "Yo'q jinim singlim, olaydan sizning yoningizga keldim", dedi. Men: "Bugun shuncha yasinib ketibsiz, bu mening uchunmi?" dedim. U: "Shundoq singlim, siz uchun." Men ixtiyorsiz chaqchaq qildim. "Undaqda menga elchi bo'lib kelibsiz-da?" U ma'sum ko'zlaridagi sadda bir hayronlik bilan so'radi. "Neden bildingiz?" Men birdan huduqib qoldim. "Qandaq? Siz menga elchi bo'lib keldingizmi?" "Ha, shundoq jinim singlim." "Kimga?" U dunyodagi eng oddiy ishlar to'g'risida so'zlayotgandek. "Bizning apandi uchun", dedi. Shu qadar sodda xotinning yushirmasdan chaqchaq qilishi tabiiy menga yoqdi.
qaqaqlab kulib ketdim. Lekin o kulmaydi. Aksicha ko'zlarida yosh. O jinim singlim, apandining ko'zi sizga tushibdi. Olaman deb meni qo'yib etmoqchi bo'ldi. Yilinib yolvordim. Mayli u xonimni ol, hargiz meni qo'yib etma. Biz yaxshi o'tib ketalaymiz. Men sizlarning tamoqinglarni etib, xizmatinglarni qilay dedim. Jinim qirindishim, menga ichim og'risin. Qurban apandining sizni qo'yib etib, meni ilishga ko'zi yetadi ekan. Xazinasi. U odamni dod degizib o'tadigan bir soddalik bilan. Ha, ishonchisi bor. 50 tilla berishga roziman deydi. Dedi. Men bechora qo'shnim, xotirjam bo'ling. Dunyoda bunday ish asla bo'lmaydi. Dedim. Bechora ayol duo berdi. Parda tushdi. 15-may. Bugun kechqurun ishdan tushganda mudira xonim meni ishxonaga chaqirdi. Chiroyini turib shu so'zlarni qildi. Farida xonim qizim, sizning mas'uliyatchanligingiz va g'ayratingizdan roziman. Lekin bir kamchiligingiz bor. O'zingizni texicha Istanbulda deb hisoblaysiz. Go'zallik boshqa balo degan mashhur so'z bor qizim. Siz go'zal ham yolg'iz bo'lganingiz uchun o'zingizni texnik yaxshi himoya qilishingiz to'g'ri keladi. Halbuki ba'zi ehtiyotsizliklarni qilib qo'ydingiz. O'doqman qizim. Gunoh da'vatqinim yo'q, faqatla ehtiyotsizlik. Masalan, bu yurt xurabiy bir yer emas. Ayollar xilil yasinib yuralaydi. Muallimlarimiz shundoq. Lekin boshqalar uchun tabiiy bo'lgan narsa sizda bor. Bu boshqalarning diqqat nazarini jalb qildi. Chunki qizim, yoshligingiz, go'zalligingiz har qanday bir er kishini qoyilib qarashga majbur qilyapti. Hozir bu yurtda yushirinchi so'z cho'chaklar tarilishga boshladi. Men bu yerda hech narsani bilmagandek o'tirganim bilan hamma narsadan xabardorman. Masalan, qishloqdagi ofitserlardan, qahvaxonalardagi kassirlardan tortib, o'rta maktabning cho'ng o'quvchilarigacha sizni yiroqdan ko'rib tonimaydigan va siz to'g'riliq gap qilmaydiganlari yo'qmish. Bularni nima sababdan va qanday huquq tufayli so'zlayotganimga kelsak, buning ikki sababi bor qizim. Birisi haqiqatan yaxshi bo'lsangizmi, siz texnik tajribasiz. Biz odamlarni bu hol yalaydigan yoshga keldik. Shunlashqa sizga onalik, hadilik qilishni xohladim. Uningdan boshqa maktabning sharti masalasimi bor emasmi? Qizim, shunaqa emasmi? Mudira yuzimga qaramasdan ishkilanib so'zini davom qildi. Maktab masjidga o'xshash muqaddas bir joy. Uni so'z cho'chak va bo'htonlardan, kirdonlardan qo'g'dash bizning eng cho'ng vazifamiz. Shunaqa emasmi? Holbuki bu o'rinsiz so'z cho'chaklar maktabga so'z keltirishga boshladi. Kashqurunliqi qizlarini, singillarini ep ketish uchun maktab ishigiga kelgan otalar va akalarning qanchalik ko'p ekanligiga diqqat qildingizmi? Siz balki bilmaydigansiz. Ammo men yaxshi bilaman. Ular bolalardan ko'ra sizni ko'rish uchun keladi. Bir kuni kambag'al bir qiz o'quvchingizning chechini o'rib, uchiga lent tikib qo'yibsiz. Bilmayman kimdan olgan ekan, xotinparast bir ofitser ko'chada shu qizga pul berib, lentini ilib olibdi. U ba'zida lentini yoqasiga taqib olib, meni endi podsholarning podshohi desanglar bo'ladi. Chunki Gulbashikardan belgi oldim deb do'stlari bilan chaqchaq qilishamish. Tunugun darvozadan Muhammad aka Xalida bir xabarni yetkazdi. O'lishgan kechida mayxonadan qaytgan Masla maktab eshigida to'xtabdi. Bulardan biri men tomdagi qora toshqa Gulbashikarning qo'l tekkizganligini ko'rdim.
Xudo haqqi uchun shu Hajari Aswadni ko'zimizga surtayli deyishibdi. Mana hozir ko'ryapsiz qizim. Bular o'zingiz uchunmi, maktab uchunmi yaxshi bo'lmagan ishlar. Albatta bular yetmagandek, qonlashmagan yana bir ish qilibsiz. Abdurahim Pashaning uyida kapitan Ihson bilan so'zlashibsiz. Xonim apandining taklifini qabul qilgan bo'lsangiz, buningga bir nima degili bo'lmaydi. Lekin yosh yigit bilan ko'rishganingiz, keyin shunchalik yaxshi omadni rad qilganingiz boshqalarning diqqat e'tiborini qo'zg'adi. Ihson Bayni xolamagan ekan, demak, boshqa birisini yaxshi ko'rdi ekanda, u kim bo'lg'iydi degandek so'z cho'chaklar maydonga chiqdi. Bu so'zlarni javob bermasdan, hatto qimir qilmasdan o'ltirib angladim. Dastlab mening e'tiroz bildirishim va isyon ko'tarishimdan qo'rqqan mudira hozir aksicha sukut qilishimdan shubha qiladi. Sal ishkilinib, "Bularga nima deysiz, Farida xonim?" deb so'radi. Yenikkina xursinib qo'ydim. O'yga cho'mib, "So'zlaringizning hammasi to'g'ri, mudira xonim. O'zimmi bularni asta-asta sezib yuratdim. Bu go'zal yurtga qiymayman, lekin ilojim qancha? Siz rahbarlikka xat yozib, biror sabab ko'rsatib, meni boshqa yerga yetkazishni iltimos qilsangiz. Bu menga qildigan eng cho'ng odamgarchiligingiz va shafqatingiz bo'ladi. Faqatla asl sababini deymisiniz. Sizdan o'tinay, boshqa bahonalarni yozsangiz. Tashkil so'zdan, qo'lidan ish kelmaydi. Nadondan, bo'rondan. Nima deysingizdan mudira xonim? Sizdan ranjimayman. Faqat shaharda gap so'zga qog'ini uchun ishlatmayman deyman, dedim. Mudira un chiqmay o'ylanadi. Ko'zlarimning yoshga to'lg'inini ko'rsatmaslik uchun derazaga qarab oldim. Ufqda kechki ko'kish osmon ostida ko'tarilgan tumanlarga o'xshash o'tdildagi tog'larni tomosha qilishga boshladim. Chala qushi bu tog'lardan yana musofirlik puruqi ilishga boshladi. Bu puruqni butun qalbi bilan purmaganlar uchun musofirlik puruqi degan so'z to'limi ma'nisiz tuyuladi. Xiyolimda yo'llar bag'on siri tarayib, qayg'uga patgan, tugimas musofirlik yo'llari so'zilib ketyotadi. Hatto bu yo'lda quloqlarimga o'tkinchi harvalarning zil ovozli qo'ng'iroqlari yig'ilgandek anglanadi. Ya Rabbim, bu yo'llarni qachongacha, nima uchun, nima maqsadga yetish uchun besish kerak? Belqut shirkatida ovozga ilinib, Belqut to'rida anglatilayotgan Turkiya yozuvchisi Reshat Nuri Guntekinning Şinjan Xalq nashriyoti tarafidan nashr qilingan Chala qushi nomli romanini bugun mushu yergacha anglatdik.